Agarda butun tarmoq bitta segmentda bo'ladigan bo'lsa, bu nimaga o'xshaydi? Tasavvur qiling, katta tashkilot xodimlar bilan to'la va umuman devorlar bilan ajratilmagan. Hammani eshitadi, hammaga xalaqit beradi. Tarmoqda VLAN texnologiyasi bu muammoga osonlikcha yechim beradi. Ya'ni mantiqan tarmoqni zonalarga bo'ladi. Bu nima degani? Buxgalteriya, marketing, deylik, serverlar yoki mehmonlar uchun alohida tarmoqda zonalar bo'ladi. Bir-biriga xalaqit bermaydi. Ortiqcha kabellarsiz, ya'ni ortiqcha kommutatorlarsiz, deylik, sizda 4 ta bo'lim bo'ladigan bo'lsa, siz 4 ta alohida kommutator sotib olmaysizda, alohida zonalar qilish uchun bitta kommutatorda VLAN texnologiyasi bilan o'sha mos ravishda VLANlarga bo'lib turib kommutatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hammasi tegla va switch portlar darajasida hal qilinadi. Albatta, sizdagi switch, o'sha VLAN ko'tarilishi kerak bo'lgan switch yetarlicha aqlli bo'lishi va boshqariladigan bo'lishi zarur bo'ladi. Sizdagi tarmoq soz ishlashini istasangiz, birinchi navbatda tartibga va segmentlanganligiga chuqur e'tibor berish kerak bo'ladi. Ilm IT akademiyasida siz tarmoq va tizim administratorligini real qurilmalarda amaliyot asosida o'rganasiz. Tarmoq va tizimga oid foydali va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun obuna bo'lishni esdan chiqarmang.